Xo'sh do'stlar, barchaga salom. Yana sizlar bilan o'sha Harrington. Xo'sh do'stlar, sizlarni bugungi videomni ko'rib turganimni juda ham mamnunman. Bugun sizlar bilan birgalikda Grand Mobile'dagi top 10 ta boylarni ko'rib chiqamiz. Ha aytgancha do'stlar, biz o'zimizning shaxsiy Telegramimizni yuritishni boshladik. Telegram kanalimizda do'stlar turli xil konkurslar bo'lib o'tmoqda. Bemalol o'tib qatnashishinglar mumkin. Agar Telegram silkani topolmay qiynalib turgan bo'lsangiz, shu videoni opisiyaniyasida bo'ladi. Hammani o'z Telegram kanalimda kutib qolaman. Ha bo'lmasa do'stlar, shu videoga bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishingizni eslatib o'taman. Xo'sh do'stlar, ko'p gapirmasdan videomizni ham boshladik. Xo'sh do'stlar, biz 11-serverga ham kirib olamiz. Skinni tanlab o'yinni davom ettiramiz. Har doimgidek yujniga ham yetib kelib oldik. Endi esa top 10 ta boyni birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. 11-serverning eng boy o'yinchisi Leon Menni 5 milliard pul bilan birinchi o'rinni egallab turibdi. Xo'sh do'stlar, 11-serverda o'ynayotgan aka-ukalarimizga omad tilagan holda 12-server tomon yo'l olamiz. 12-serverimizga ham kirib oldik. Endi skin tanlab o'yinni davom ettiramiz. Forbesimizga ham yetib keldik. Endi esa sizlar bilan top 10 ta boylarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, 12-serverning eng boy o'yinchisi Tommy Belfort 9 milliard pul bilan top 10 talikning birinchi o'rinida turibdi. 12-serverda o'ynayotgan aka-ukalarimizga omad tilagan holda 13-server tomon yo'l olamiz. 13-serverga ham kirib oldik. Endi skin tanlab o'yinni davom ettiramiz. Forbesimizga ham yetib keldik. Endi esa sizlar bilan 13-serverni top 10 ta boylarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ilya Stars 3 milliard pul bilan Grand Forbesning birinchi o'rnida turibdi. 13-serverda o'ynayotgan aka-ukalarimizga omad tilagan holda 14-serverimiz tomon yo'l olamiz. Endi esa skinni tanlab o'yinni davom ettiramiz. Forbesga ham yetib keldik. Endi esa sizlar bilan 14-serverning top 10 taligini ko'rib chiqamiz. Xo'sh do'stlar, Omega Trail 1 milliard 900 million so'm rubl bilan birinchi o'rinni egallab turibdi. 14-serverda o'ynayotgan aka-ukalarimizga omad tilagan holda 15-server tomon yo'l olamiz. Endi esa skinni tanlab o'yinni davom ettiramiz. Grand Forbesimizga ham yetib keldik. Endi esa 15-serverdagi top 10 ta boylik ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchi o'rinda Alexey Suvorov 5 milliard 700 million so'm bilan Grand Forbesda top 10 talikning birinchi o'rinida turibdi. 15-serverda o'ynayotgan aka-ukalarimizga omad tilagan holda 16-server tomon yo'l olamiz. 16-serverga ham kirib oldik. Skin tanlab o'yinni davom ettiramiz. Forbesga ham yetib keldik. Endi esa 16-serverdagi top 10 ta boylarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Top 10 talikdan birinchi o'rnimiz Egor Balakovskiy 2 milliarddan oshiq rubl bilan birinchi o'rinni egallab turibdi. 16-serverda o'ynayotgan aka-ukalarimizga omad tilagan holda 17-server tomon yo'l olamiz. 17-serverimizga ham kirib oldik. Endi esa skin tanlab o'yinni davom ettiramiz. Forbesimizga ham yetib keldik. Endi esa 17-serverdagi top 10 ta boylarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, Almaz Lee 3 milliard 600 million rubl bilan Grand Forbesda birinchi o'rinni egallab turibdi. 17-serverdagi o'ynayotgan aka-ukalarimizga omad tilagan holda 18-server tomon yo'l olamiz. 18-serverga ham kirib oldik. Skinni tanlab o'yinni davom ettiramiz. Forbesimizga ham yetib keldik. Endi esa sizlar bilan top 10 ta boylarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchi o'rnimizda Ekaterina Kroos
1 milliard 400 milliondan oshiq rubl bilan birinchi o'rinni egallab turibdi. 18-serverda o'ynayotgan aka-ukalarimizga omad tilagan holda 19-server tomon yo'l olamiz. 19-serverda akkaunt ochilgani sababli o'yinni davom ettiramiz. Forbes'imizga ham yetib keldik. Endi esa 19-serverdagi top 10 talikni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchi o'rinda Vladimir Hansman 2 milliarddan oshiq rubl bilan birinchi o'rinni egallab turibdi. 19-serverda o'ynayotgan aka-ukalarimizga omad tilagan holda va nihoyat oxirgi serverimiz 20-serverimiz tomon yo'l olamiz. Serverimizga ham kirib oldik. Endi esa skinni tanlab o'yinni davom ettiramiz. Forbes'imizga ham yetib keldik. Endi esa sizlar bilan 20-serverning top 10 taligini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchi o'rinni Timoxo Keller 3 milliarddan oshiq rubl bilan birinchi o'rinni egallab turibdi. 20-serverda o'ynayotgan aka-ukalarimizga omad tilagan holda videomizni yakunlaymiz. Xo'sh do'stlar, videoga hali ham like bosib kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin va keyingi videomizning 3-qismi ham tez orada chiqadi. Bugungi videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, barchangizga kattakon rahmat. Qalay, Grand Forbes'ni top 10 ta boylari yoqdimi yoki yo'q? Bularni hammasini albatta kommentga yozib qoldiring. Bo'lmasa do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'lasizlar.